Tamam, tayyormiz. Mikrofonni taqamiz. Savolnomasini tayyorladik. Boshlayveramiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlardan kelgan ko'p savollarni analiz qilib, tahlil qilib bir joyga jamladik va mana shu bizda tariflar ko'rsatilgan soch transplantatsiya metodikalari ko'plab, bular chalg'itishi mumkin. Oddiy insonlar uchun mukammal, tushunarsiz bo'lishi mumkin. Shuning uchun bir qator qisqacha shu yig'ilib qolgan savollarga javob berib chiqamiz. O'ylaymanki, bu hammaga foydali bo'ladi. Nafaqat oddiy bizga murojaat qiladigan patsientlar, balkim shu ishni bo'sag'asida turgan yosh mutaxassislar uchun ham xudo xolasa bir foydali ma'lumot bo'ladi degan umiddaman. Yozib olganmiz, hammasi yodda turmaydi. Bir boshdan o'qib qisqa javob berib ketaveramiz. Xo'sh, soch transplantatsiyasini o'zi nima? Soch transplantatsiyasi oddiy qilib tushuntiraman. Boshda yoki tananing boshqa joyida, donor sohada o'sib turgan soch follikulini olib bir joydan ikkinchi joyga ko'chirib o'tkazish. Mana shu soch transplantatsiyasi. Soch ko'chirish amaliyoti qanday holatlarda qo'llaniladi va kimlar uchun? Soch transplantatsiyasi ayrim turdagi soch to'kilishlarida soch qatlamlarini qaysidir bir muammo bilan yo kasallik bilan yo bir qanaqadir bir yomon holatlar bilan yo'qotilishida o'sha joyini soch qatlamini qayta tiklashda qo'llaniladi. Masalan, yuz yonib ketdi, soqol qatlami qayta tiklandi, bosh yonib ketdi, yo chandiq bo'ldi, qanaqadir kasallikdan keyin tepakallik bo'ldi, shunga o'xshagan holatlarda soch ko'chirib o'tkaziladi. Soch ko'chirib o'tkazish bu o'sha soch qatlamiga zarar yetgan sohaga hamma ishlar qilindi, lekin ularda soch follikullari nobud bo'lgani aniqlangandan keyin oxirgi chora soch transplantatsiyasi qo'llanadi. Tepakalikda ham xuddi shunday, chunki degradatsiyaga uchragan follikullar qayta tiklanmaydi, oxiri soch transplantatsiyasi, ya'ni soch ekiladi. Xo'sh, qaysi yoshdan boshlab soch ko'chirib o'tkazish mumkin? Holat har xil. 10-12 yoshga to'lgan bolalar, masalan, yuzi kuygan, qoshini qaytib tiklaganmiz, masalan, boshini bir qaysidir qismi kuygan, qayta tiklaganmiz, majbur bo'lganmiz. Shunaqa holatlarda o'sha 10-12 yoshgacha bo'lgan bolalarda ham qilingan amaliyotlar. Narkozsiz qilinadi amaliyot, mesna anesteziya deymiz, ya'ni mahalliy og'riqsizlantirish. Xo'p. Soch transplantatsiyasi og'riqlimi? Albatta, anesteziya dedik, ya'ni og'riq qoldirish uchun qo'llaniladigan dori vositalari mikroinyeksiya qilinadi, ya'ni inyeksiya, ya'ni ukol bilan teriga o'sha shpris yordamida, igna yordamida teri ostiga uzatiladi va albatta bu jarayon og'riqli. Mana shu ish qilingandan keyin o'sha zonada, ya'ni o'sha teri qatlamida og'riqlar yo'qoladi va butun jarayon og'riqsiz kechadi. Boshida qilingan inyeksiyalar og'riqli. Undan keyin og'riqsiz va operatsiyadan tugagandan keyingi holatlar ham qanaqadir diskomfortlar bo'lishi mumkin, lekin qanaqadir seryozni og'riqlar, qiynalishlar degan narsalar bo'lmaydi. Xo'p. Soch ko'chirib o'tkazilgandan keyin natija qachon ko'rinadi? Soch ko'chirib o'tkazgandan keyin sochni o'sish o'zini davrlari bor. Spachka deymiz, ya'ni время покоя deymiz, yana masalan ruschada uyqu davri desak, o'zbekchaga to'g'ri bo'ladi. Mana shu 3 oy, 4 oy vaqt oladi. 90 kun, 120 kun. Mana shu holatda soch o'smay turadi. Avval bir o'sadi-da, keyin faza almashinadi. O'sha faza almashganda bir to'kiladi. Ekilgan sochlar bir 10-15 kunda chiroyli bo'lib chiqadi-da, keyin to'kilib ketadi. Sinib tushadi desak to'g'ri bo'ladi va o'sha soch ekilgan joyda tinim holati, dam olish follikullarni dam olish vaqti, uyqu vaqti boshlanadi. 2, 3, 4 oygacha davom etadi. Undan keyin sekin-sekin birin-ketin chiqishni boshlaydi va 7-8 oylarga borib o'zi bir taraydigan chiroyli holat hosil bo'ladi. 1,5 yilda anchagina o'zi 90% dan ortiq o'zi ko'chirilgan sochlar o'zi chiqqan bo'ladi. 1,5 yil, 2 yilda necha graf soch ekilgan bo'lsa, agar hammasi prijivat qilgan bo'lsa, odatda bu 95-98%, bular o'zi hammasi chiqqan, chiroyli ko'rinish hosil bo'lgan bo'ladi. Terida biror asoratlar qolmaydi transplantatsiyadan keyin. Xo'p, ko'chirib o'tkazilgan sochlar yana to'kiladimi? Hozir aytib o'tdim, insonda sochlarning o'sishini bir qator fazalari bor. Mana shu fazalar
har xil vaqtga to'kilish davri bor, o'sish davri bor, pakoy davri bor, anagen katagen davrlar bor. Bu mukammal uzoq bo'lib ketadi, tushuntirsam. Albatta, soch follikulasi umr davomida soch sterjinini ishlab chiqaradi. Biz soch deganda hozir soch follikulasini nazarda tutamiz. Tepada turgan biza soch deb tushunadigan narsa aslida soch sterjini, ya'ni follikula ishlab chiqargan mahsulot. Uni ma'lum bir vaqti bor, 2 yil, 3 yil, 6 yilgacha turadigan vaqti bor. Qaysidir bir kasalliklar bo'lsa, ularni o'sha turish oralig'i kamayib, masalan 6 oyga bir to'kilishlar kuzatiladi. Bular kasalliklar, bular davolanadi. Ko'chirib o'tkazilgan sochlar ham to'kiladi, qaytib chiqaveradi. Ya'ni lukvitsa follikula o'zidan soch chiqaradi, u soch 2 yil, 3 yil turadi, tushadi, yana yangi o'zakdan yangi soch o'sib chiqadi, u ham qaysidir muddat turadi. Bu butun umr davom etaveradigan proses. Qarigan vaqtda agar oqarish kerak bo'lsa, oqaradi. Odam kasallanib, qanaqadir bir organizmda vitaminlar yetishmasa yoki qaysidir bir organizmdagi seriyozli o'zgarishlar o'sha sochlarni masalan mayinlanib, tuklanib ketishigacha olib borishi mumkin, yoki xudo ko'rsin qanaqadir bir yomon kasalliklar bo'lsa, ekilgan sochlarni xuddi boshqa sochlarga o'xshab birdaniga to'kilib ketishi mumkin, hammasi birgalikda, ekilgan, ekilmagan. Endi xudo asrasin unaqa kasalliklarda. Xullas, ko'chirib o'tkazilgan soch o'zingizning sochingiz. Mana shu, masalan, shu boshning orqasidan oldikmi? Boshning orqasida qanday o'sib yurgan bo'lsa, tepaga ko'chirib o'tkazgandan keyin o'zi xususiyati bilan o'tadi va o'shana o'sishda davom etadi. Oqarish kerak bo'lsa vaqti kelib oqaradi. Xuddi shunday. Xo'p. Endi metodikalar haqida gapiramiz. Soch ko'chirib o'tkazish metodikalari. Metodikalar eski food metodika bor. Strip metod deymiz biz. Soch o'sha boshning orqasidan teri, soch qatlami bor teri kesib olinadi. U mikroskop ostida maydalanib, soch follikulari ajratib chiqib, soch ko'chirib o'tkaziladigan zonada mikrokanallar ochilib, ko'chirib o'tkaziladi. Bu texnologiya eski, hozirda ishlatilmaydi. Unaqa sochlarni ko'rgan bo'lsalaringiz kerak. Ancha oldin, 20 yil, 30 yil oldin yoki bir 15 yil, 10 yil O'zbekistonda bo'lsa, bir 10-15 yil oldin ekilgan sochlar xuddi bir kuklani boshiga, qo'g'irchoqning boshiga qator-qator turibdi, xuddi shunday bo'ladi, zichligi ham past bo'ladi. U metodika ishlatilmaydi. Xo'p, hozirgi kunda bu fuye va fuyini o'zini takomillashgan yoki sharoitga moslashtirgan metodlari. Umuman olganda hozir ekiladigan soch ekish jarayoni butun dunyoda fuye. Buni har kim har xil nomlaydi, marketing, reklama, shunga o'xshagan narsalar bor. Agar oddiy so'z bilan tushuntiradigan bo'lsa, hammasi bir xil. Soch follikulasi bir dona ajratib olinadi, kanalga etib ko'chiriladi. Buni instrumentiga qarab marketing qilinadi. Masalan, sapfir fuyi deydi kimdir. Igolkaning joyiga masalan sapfir lezviya ishlatgan. O'sha gap. Yoki masalan DChay deymiz, DChay ham farq qiladi. Men masalan bu instrumentlar, men qaror qildim shularni sizlarga ko'rsatishga. Pinsetlar. Bular oddiy bozorda topiladigan narsa emas bular. Mana shu pinsetlar yordamida qilinadi. Bu oddiy o'sha hammamiz biladigan fuyi metodikasida ekilishda ishlatiladigan pinsetlar. Bu DChayda ham ishlatiladi bu pinsetlar. Tak long hairda ham ishlatiladi. DChayda qo'shimcha sifatida mana bunga o'xshagan, mana bunga o'xshagan, tak mana bunga o'xshagan ruchkalar bilan soch ko'chirib o'tkazilinadi. Tak. DChay metodikasida pinset o'rniga ruchka ishlatiladi. Mana ekish jarayonida. Xo'p, long hair bu, long hair ham xuddi shunday, faqat unda bosh terisi o'sha tozalanmaydi. Ikishdan oldin qaysi ma'noda soch qirib yoki mashinkada olinmaydi, balkim o'sib turgan holatida ora-orasidan sochni uzunligi bilan bir-barakayga olib, ekish kerak bo'lgan joyga bir-barakayga soch sterjini bilan birga ko'chirib o'tkaziladi. Bu metodikani asosiy avtorlardan rivojlantirgan odamlardan eng asosiysi bu doktor professor ustozimiz Akaki Selatsani. Bu kishi mana shu metodikani yo'lga qo'yganlar, ya'ni bir kunda prichoska deb nomlaganlar. Inson kelyapti, peshonasida ozgina joyi bor. Shu holatida sochini pasaytirmasa, sochni oladilar, ko'chiradilar. Ertasiga u odam akkuratni tarab borib o'sha
qanaqadir marosimini o'tkazishi mumkin. Bu sochni to'g'ridan bu qiyin ish. Shuning uchun ham 1000 grafdan ortiq ekilmaydi va narxi ham shu uchun yuqoriroq. Xo'p, kimga kerak deymiz? Bu metodikalar kim uchun kerak? Har auditoriya bor, o'zi xohlaydigan narsasi bor. Masalan, kuchi yetadi qimmat protseduraga yozilishni tezda soch kerak. Birinchi 10 kun, 15 kunda. Пожалуйста, o'sha vaqtda long hair tanlanadi. Kimdir novomodni, ya'ni modaga aylanayotgan hozir DChayda men o'sha одноразовый ruchkalar bilan menga soch ekinglar deydi. Пожалуйста, DChayda ekib beriladi. DChayda bitta odam ishlagani uchun bitta transplantolog ishlaydi. Qolgan assistentlar mana shu ruchkalarni soch bilan tayyorlab beradi. O'shanda bitta vrach ishlaydi-da, transplantolog. Vaqt ancha cho'zilib ketadi. Shuning uchun 3000 dan ortiq ekishni biz tavsiya bermaymiz. Sababi sochni o'zini tanadan chiqqandan keyin vaqti bor. Определённо o'sha vaqt ichida u tez tanadan ajratib olingan soch follikulasi tez qaytarib qo'yilishi kerak. Bo'lmasa nobud bo'lish ehtimoli juda katta bo'ladi. Shuning uchun ham tez olib tez qo'yish uchun 3000 grafdan ortig'i уже 7-8 soatdan oshib ketadi. Приживаемость foizi pasayib ketadi agar yana ko'p qo'yilsa. Tak, FUE eng yaxshi metodika, chunki bu yerda bir vaqtning o'zida bir varakaga boshni 3 tomondan 3 ta transplantolog turib sochda ekadi. Pinset bilan juda tez bo'ladi bu. Shu uchun ham gigaseksiyalarda FUE ishlatiladi. Masalan, o'sha 5000 dan ortig'i, ya'ni haqiqiy 5000 dan ortig'i bu gigaseksiya hisoblanadi. Chunki hamma klinikani ham qo'ldan kelmaydi. Ya'ni hamma mutaxassisni ham qo'ldan kelmaydi. Jamoa kerak bu yerda. Kamida 4 ta juda ham mohir, chiroyli ishlaydigan transplantologlar kerak. Har bittasining o'z vazifasi bor. Bir kishi kanallarni ochib beradi, bir kishi sochini olib beradi, bir kishi ekadi. Har bittasining o'zini uzki yo'nalishi bor. O'sha sohada maksimum nima deydi, qo'llari mohir bo'lgan insonlar ishlaydi. Xo'p, FUE tez ekiladi, maksimum ko'p ekiladi bu narsa arzonroq. Chunki bu yerda rasxod kam. Pinsetlar sterilizatsiyadan o'tadi. Bu qimmat instrumentlar bir kishiga bir marta ishlatilmaydi. Endi shpris ko'p narsalar bor, masalan, soch oladigan nasatka panchlar bor, bular emas, одноразовый narsalar, lekin mana shu ishchi instrument bo'lgan mana shunaqa pinsetlar bor. Bular oddiy bozorda sotiladigan narsa emas. Juda uzoqlardan bular valyutaga zakaz bilan keladigan narsalar. Bular masalan 50-60 ta amaliyotga tak yaraydi kamida. Себестоимости operatsiyadan arzon, sterilizatsiya bo'ladi, absolyutni xavfsiz, FUE shu uchun arzon. Endi DChay ozgina qimmat, mana narxlarga yetib keldik. Ruchkalar bir kishiga ishlatiladi, tamom. Уже qaytib ishlatilmaydi. Mana shu hozir sizlarga ko'rsatib o'tirgan mana ruchkalar, bular hammasi уже ishlatib bo'lingan. Mana yangi ruchkalar, hali ishlatilmagan qog'oz bilan mana shu holatda keladi. O'sha qog'ozini yirtdingiz, shprisga o'xshab, tamom, bu уже qaytib ishlatilmaydi. Xuddi mana bunga o'xshab o'sha ochilgan, faqat namuna sifatida ko'rsatyapman har xil ruchkalarni. Xo'p, long hair undan ham qimmat. Boya yuqorida aytib o'tdim, soch uzunligigacha ko'chirib o'tkazilinadi va juda qiyin ish va bu o'sha ertasiga qaysidir bir marosim uchun yo nima uchundir 1-2 kunga srochnoga soch kerak, keyin to'kilib ketsa ham mayli degan ma'noda qilishadi, lekin u to'kilib ketmaydi. Ya'ni u xuddi FUEga o'xshab yoki DChayga o'xshab o'sha soch ko'chirib o'tkazilgan, faqat soch uzunligida ko'chirib o'tkazilgan. 15-20 kun soch uzunligicha turadi, keyin to'kilib sinib tushib ketadi. 3-4 oydan keyin o'sha ekilgan joydan qaytib chiqib bir umr qoladi. Ya'ni hamma proseslarda bitta umumiy joy bor. Bitta umumiy ekilgandan keyin hammasi ham 15-20 kundan keyin to'kilib ketadi, 3-4 oydan keyin o'sib chiqadi. Boshlanishida yana bitta umumiy narsasi bor. Bu hammasida soch follikuli olinib, mikrokanalga ko'chirib o'tkazilinadi, bir donadan olinadi, kesilmaydi va hamma metodikada ham soch ko'chirib o'tkazilgandan keyingi asoratlar kuzatiladi. Bu 3-4-kunda ko'z atroflari, peshonada shishlar bo'lishi uchovida ham bo'ladi. Sochlarni o'sha yuqorida aytgan holatlar hammasi bir-biri bilan bir xil, xullas kalom. Xo'p, menimcha metodikalar haqida aytib o'tdim. Narxlar qiyinligi, себестоимости, ya'ni ishlatiladigan instrumentlar va shunga o'xshagan
holatlar narxni baland pastligini aniqlaydi. Endi 99% soch transplantatsiyasi bu bizada emas, rivojlangan davlatlarda ham xuddi shunday fuyda qilinadi. Ya'ni har xil nomlanishi mumkin, no fuyi boshida fuyi turadi. Metodika 99% holatda bir xil qilinadi. To'g'ri, masalan 6-7 ming dollarga tayyor 1000-2000 graf soch ko'chirishga o'sha vaqtda masalan qilinadi long hair yoki deycha qilinadi. Men tayyorman polni o'sha narxini to'lashga degan odamlar uchun. Xo'p, miflar va ommabop savollar. Agar otam kal bo'lsa, men ham kal bo'lamanman. Endi смотря qanaqa kallik. Tepa kallik bo'lsa-da, katta ehtimol bilan bo'lasiz. Chunki irsiyat. Insonni burni, yuzi, terisi, bo'yi, qulog'i irsiyat. Yo ona tomon, yo ota tomon avloddan genetika meros oladi-da, o'sha kimgadir o'xshash bo'ladi. Agar siz qanaqadir kosmetologik ko'rinishdagi qanaqadir genlarni o'zingizga meros qilib olgan bo'lsangiz, sizga yuzga chiqsa, dominant bo'lsa, albatta siz ham bo'lasiz. Endi erkaklarda bizani o'zimizni kuzatishlarimiz bor. Erkak kishi 70% ona tomon genlarni oladi. Shuning uchun e'tibor bergan bo'lsangiz, 5-chi, 6-chi, 7-chi stepen tepakallik, katta tepakalliklarda ko'pchilik o'zimizda lishni kuzatuvimiz bor. Ko'pchiligi ona tomonimda kalla ko'p, buvam, onamning otalari kalidi deydi, tog'am kal deydi, shunaqa. Ona tomondan ko'pincha oladi. Qiz bolalar ko'pincha ota tomondan oladi. Masalan, shunaqa narsa uchraydi. Navaram deydi, yoshi katta akalar kelishadi. O'zlari soch ektirib ketgan, qizimni deydi, o'g'li 18 ga, u ham kal bo'lib kelyapti. Shu mendan o'tganmi nima deb xijolat gapirishadi. Haqiqatan bo'ladi. Qiz bola ko'proq genni o'ziga oladi. Ayollarda ham ayrim payt kuzatiladi. U farq qiladi ozgina ayollarning irsiy soch to'kilishi. Ularda kal bo'lib, tepa kal bo'lib qolmaydi, umumiy siyraklashish, diffuz alopesiyaga o'xshaydigan holat bo'ladi. Xo'p. Bosh kiyimni ko'p kiyish soch to'kilishiga sabab bo'lishi rostmi yoki yolg'on? Bosh kiyimni ko'p kiyish. Endi bosh kiyim deganda bu juda keng ma'no. To'g'ri, toza va kerak bo'lgan holatda kiyganda bosh kiyimni hech qanaqa muammo yo'q. Bosh kiyim toza bo'lsa, keng bo'lsa va kerakli vaqtda kiyilsa, real muammo bo'lmaydi hech qanaqa. Bor insonlar ertaga kepka yuradi. Shu men ayrim payt o'zim aytaman, shu dunyoni hamma beyzbolchilari O'zbekistonga yig'ilganda, kimni boshiga qarasangiz beyzbolka, kepka deymiz. U aslida beyzbol o'ynaydigan insonlarni bosh kiyimida. Bizda O'zbekistonda 99% hamma beyzbol o'ynaydigan sportsmen. Kimni boshiga qarasangiz kepka kiyib yurish. Endi uyning ichiga kirdingiz, yechib qo'ying. Sovuqda kiying. Quyoshdan asraydigan masalan narsa kiying. Keng siqib olishadi. Bosh kiyim, men ko'p aytaman, bosh kiyim toza bo'lsin va kiyganingizda, egilganingizda boshidan tushib ketadigan darajada svobodno tursin boshingizda. O'shanda sizga zarar qilmaydi. Toza degan narsani ham ko'p kishi tushunmaydi. Bosh kiyim toza bo'lsin deganda hidlaydi, ha hidi yo'q deydi. Yo'q. Bosh kiyim naski qanaqa tez almashtirasiz, shu darajada tez toza bo'lishi kerak. Hatto 2 kun, 3 kunda bosh kiyim tozalanishi kerak. Men UF sterilizatorlar bor. Yevropada, masalan, ko'p rivojlangan davlatlarda hamma uyda kirgan vaqtingizda uyda bunday shkafchaga o'xshagan narsa turadi. Kepkasini, bosh kiyimini pastida, oyoq kiyimini qilib qo'yadi, yopadi. UF sterilizator. Uyda, bытовой. Ertalabgacha polni bosh kiyim toza bo'lib turadi. Uni yuvmasdan tozalaydi nurlar bilan. Xuddi shunday kepkani kiyib ketadi, u yog'lama bo'lib ketadi. Yangi kepkam deydi. Qachon oldingiz aka desam, 2 hafta oldin oldim. 2 haftadan beri kiyapsiz deyman. Ha, u yangi emas, уже 2 haftada naski nima ahvolga tushadi? Bu ham shu ahvolga tushgan aka deyman. O'ylab qolishim. Mana shu boshda qazg'oq bo'lishlari, qazg'oqning oqibatida to'kilishi, boshni har xil allergik reaksiyalar, mana shu noto'g'ri bosh kiyish, bosh kiyimni kiyishdan bo'lib keladi. To'g'ri kiyilgan bosh kiyimdan hech qanaqa aziyat bo'lmaydi. Sovuqda boshini ochib yurgandan ko'ra issiqqina shapka kiyib yurgan afzalroq. Oftobda masalan quyosh urib boshini ochiq yurgandan ko'ra kepka yoki shlyapa kiyib yurgan afzalroq. Toza bo'lsin, keng bo'lsin, kiyavering. Kerakli vaqtda kiying. Uxlagan vaqtda bosh kiyim bilan endi uxlamaslik kerak. Masalan, oddiy narsalar bilan.
Xo'p, sochni tez-tez yuvish uni to'kilishiga olib keladimi? Soch yuvish bu отдельный tema, qisqacha tushuntiraman. Sochni bir kunga bir marta, 2 kunga bir marta yuvish yetarli. Faqat to'g'ri yuvish kerak. Mana issiq suvda boshni yuvish kerak emas. Ko'p kishi issiq suvda yuvadi. Yo'q, bu vоспалениyaga olib keladi. Teri yuzasida ter bezlari bor, yog' bezlari bor. Bular juda sezuvchanligi bor suvning haroratiga. Agar suv boshga iliq, boshga yoqadigan, lekin issiq emas, suv bilan yuvilsa, to'g'ri shampun tanlanilsa, to'g'ri suvda yuvilsa, yumshatilgan suvda muammo bo'lmaydi. 2 kunga bir, 1 kunga bir yuvish. Kuniga 3 marta, 4 marta yuvish yaxshi emas. Sebum degan modda bor, o'sha organizmimiz ishlab chiqaradi. O'sha sebumni yuvilib ketishiga sabab bo'ladi ishqollar yordamida, shampun bilan yuvganda va sochlarimiz mo'rtlashib, sinuvchan bo'lib qolishi mumkin. Juda ko'p yuvadigan insonlar uchun bu. Tak. Chunki u sebum o'zimiz uchun organizm o'zi ishlab chiqaradi, чтобы elastikligini, tashqi ta'sirlardan soch sterjini saqlash uchun. Uni yuvib tashlash ham yaxshi emas. 1 kunga bir marta, 2 kunga bir marta yetarli. To'g'ri yuvilsa. Xo'p, soch qalinligi to'liq soch transplantatsiyadan keyin avvalgi qalinlikni to'liq tiklash mumkinmi? Yo'q. Mumkin emas. Iloji yo'q buni. Sababi oddiy. Boshingizda faraz qiling 100 mingta soch bor. Tepakal bo'ldingiz, yarmi yo'q. 50 mingta soch qoldi. Mana shu 50 mingta sochni orasidan masalan 3 talik bo'lsa 5000 graf ko'chirib o'tkazsak, 1 grafda 3 tadan tola chiqadigan shunaqa soch, yaxshi soch. Ko'chirib o'tkazsak 15 mingta soch tepakal sohaga ko'chib o'tdi. Umumiy son o'zgarmadi. 50 mingligicha qoldi, faqat tarqatildi. Shuning uchun ham ekilgan soch qancha katta joyga ekilsa, shuncha siyrak bo'ladi. Qancha kichkina joyga ekilgan bo'lsa, shuncha qalin bo'ladi. Bu normal arifmetika. Soch ko'chirib o'tkazish avvalgi shu bitta narsani bilishimiz kerak. Ko'chirib o'tkazilgan soch avvalgi soch qalinligini yuzaga keltirish uchun emas, estetik ko'rinishni tiklash uchun qilinadi. Tepakalsiz, soch ko'chirib o'tkazsangiz, chiroyligina tarab yuradigan soch bo'ladi, siyrakroq. Mana masalan, meni o'zim ham xuddi shunday. Yoshlikdagi sochimni ko'rsangiz sharshiradi. Hozir sochim bor, tepakal emasman, lekin siyrakroq. Zato bemalol boshimni ochib tarab chiroyli yursam bo'ladi. Ya'ni estetik ko'rinishda tiklaganman. Xuddi shunday insonlar soch ko'chirganda maqsad estetik ko'rinishda tiklash bo'ladi. Avvalgi qalinlikda tiklash emas. Xo'sh. Так, Fadil Trixologiya markazi, tak, ekspertное мнение. Xo'p. Maslahatlar, umumiy maslahatlar, ekspertное мнение deb so'rashibdi. Xo'p. Shu joyda bitta yuqorida aytib o'tishim kerak bo'lgan gap bor. Ko'p aytamiz. Yana bir marta soch ekadigan insonlar uchun maslahatim. Oltin qoida desangiz ham bo'ladi. Soch ko'chirib, o'tkazib, yaxshi natija olmoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rinda donor sohangiz yaxshi bo'lishi kerak. Ya'ni har narsalarni ishlatib, sochni chiqaraman deb donor sohani ham, ya'ni eta tepakal joyga ko'chirib o'tkazilgan sochlarni ham zaiflashtirib qo'ymang. 3 oy, 4 oylab lecheniya qilib, to'g'rilab undan keyin soch ko'chiriladi. Birinchi o'rinda donor sohadagi soch kerak, yaxshi. Ikkinchi o'rinda shu sochni nobud qilmasdan to'g'ri ko'chirib o'tkazadigan mutaxassislar kerak. Uchinchi o'rinda mana shu mutaxassislarning xizmatini to'lab beradigan mablag'ingiz kerak. Ko'pchilik mablag'da oladi. Yo'q, mablag'ingiz bo'lsin, zo'r mutaxassis bo'lsin, donor sohada soch bo'lmasa tamom, natija bo'lmaydi. Manaman degan ekspert bo'lsin, manaman degan pulingiz bo'lsin, donor sohada soch bo'lmasa yoki aytilgan soch bo'lmasa, все, sizga bo'lmaydi. Lekin donor sohangiz yaxshi bo'lsa, mablag'ingiz bo'lsa, sal bundayroq operatsiya qildirib qo'ysa, masalan, brak bo'lib qolsa, yaxshi mutaxassisga borganingizda, bizlar videolarni ko'rasizlar, qaytib bo'limingni to'g'rilasa bo'ladi. Da qiyin bo'ladi, no tiklash ehtimoli bor, bo'ladi, shans bo'ladi. Shuning uchun donor sohadagi soch bu nomer 1 birinchi narsa o'sha. Mana shuni hisobga olishlaringiz kerak. Xo'p. Nima uchun sartarosh yoki salonga emas, aynan trixologga murojaat qilishim kerak deb yozishibdi. Oddiy sartaroshga
qachon borasiz salonga, sartaroshga, qachonki o'sha sochni turmaklash kerak bo'lsa, chiroyli bir ko'rinish hosil qilish kerak bo'lsa, kasallik bilan sartaroshga borilmaydi va kasallik holatda sartaroshni maslahati ham olinmaydi, chunki sartaroshlarimiz, salonda ishlaydigan qizlarimiz boshqa, bular o'z ishlariga mutaxassis, lekin vrach emas. Bularni bitta-yu bitta tavsiyalari to'g'ri bo'ladi. Boshingizda qanaqadir to'kilish sezilsa, falonchi doktorga boring deb aytishadi. Mana shu eng to'g'ri bergan maslahatlari bo'ladi. Xo'p. Bemorlar shifokorga kelguncha qaysi xatolarni ko'p qiladi? Bu aytib o'tgan narsa yuqorida aytdim. Eng ko'p bizning oldimizga kelishgacha qilinadigan xato bu mablag'ni o'ylab opti kamroq yoki bu ishda mutaxassis bo'lmagan odamning oldiga murojaat qilib yoki internetdan qanaqadir maslahatlarni olib, u yoq bu yoq reels pitchlarni ko'rib, har narsa qilib o'zlari holatlarni battar qilib kelishlari. Ana shu 99% hamma qiladigan xato mana shu. Agar sizda qorningiz og'ridimi, doktorning oldiga boring. Bo'g'inlaringiz, tizzalaringiz og'riyaptimi, doktorning oldiga boring. Vrachning oldiga boring. Poliklinikangizga boring, ja bo'lmasa. Oddiy poliklinikangizga boring. Hozir любой bir poliklinikada dermatolog bor shtatni. Hozir O'zbekistonda mukammal poliklinikalarning sostavi tashkillashtirilgan. Poliklinika oddiy dermatolog bor. Teri tanosil kasalliklari bo'yicha mutaxassis. Albatta o'sha dermatolog vrachlarimiz sizga hatto bazaviy tushunchani berishadi. Chunki trixologiya va aslida dermatologiyaning bir yo'nalishi. Trixologiyaning boshida dermatologiya turibdi. Berishadi. Agar trixolog topa olmasangiz. Lekin internetdan ko'rib har narsani surish bu faqat o'zlaringizga minus bo'ladi. Soch ko'chirish masalasida yana bitta narsani aytaman, ko'p shoshilmanglar. Kimdir kredit qilib soch ektiradi, kimdir bo'lib to'lash deydi, boshqa deydi. O'zlaringizga boshqaruq qilmanglar. Soch ko'chirib o'tkazish holatlarining eng ko'pi bu tepakallik. Tepakallik bu irsiy holat, dominant belgi. Bu kasallik emas. Tepakal bo'lsangiz, hayotingizda hech narsa ishoning, hech narsa o'zgarmaydi. Siz o'ylashingiz mumkin, meni ko'rinishim nimadir hal qiladi. Yo'q. Sizni hamma joyda bilimingiz hal qiladi. Muomalangiz hamma muammongizni yechadi. Yurib turishingiz, sizni ko'rinishingiz eng oxirida, u faqat siz o'ylashingiz mumkin shunaqa. Chiroyli qilib, boshingizda sochingiz yo'q, chiroyli kiyinib, muomalangiz zo'r, bilimingiz zo'r bo'lsa, hamma ishingiz yurib ketaveradi. Hozir hayron bo'lishlaringiz mumkin, soch ekib, masalan, ishlashadigan odamlardan shunaqa maslahat eshityapman. Yo'q, shunday. Soch ektiraman deb kredit balo-battarlar qilib yoki arzon joylarga borib bitta kasallikda qilmang. Ektirish niyatingiz bormi? Sharoitingiz bormi? Sharoitingizni qiling, yaxshi mutaxassisni toping. Avvalambor o'sha joyda soch ektirgan odamlarni topib, ular bilan suhbat qiling. Faqatgina mana bu intervyuni ko'rib yoki yana nimanidir ko'rib, qayerdagi narsani ko'rib emas. Ishonch hosil qiling, ushlab ko'ring. Ishonch hosil qilib, undan keyin mablag'ingizni to'plab, ya'ni maslahat qilgandan keyin, tayyor bo'lgandan keyin boring. Qochib ketmaydi. Tepakallik bu kasallik emas, yana uqtirib o'taman. Bu estetik ko'rinishdagi nuqson. Buni to'g'rilash mumkin. Qachonki o'zingizga qarash uchun vaqtingiz bo'ladi, mablag'ingiz bo'ladi, o'sha vaqtda yaxshi mutaxassis topib murojaat qilasizlar. Xo'p, mana shu aytgan gaplarim agar kim uchundir, insonlar uchun foydali bo'ladigan bo'lsa, bo'lishinglar. Mana bu men o'ylaymanki, yigitlarimiz video ostida Telegram kanalimizda, gruppalarimizda silkalarni qo'yishadi. U yerda qizg'in ektirmagan odamlar suhbat qilayotishadi bir-birlari bilan. Ular bilan bo'lishinglar, obuna bo'linglar, obuna bo'lmagan bo'lsalaringiz, savollaringiz bo'lsa mana shu gruppalarda qoldiringlar. Xudo xolasa, orachilarda ko'rib qolsak, bir barakayga 10-15 ta savollarga javob berib qo'yamiz. Salomat bo'lasizlar. Savollaringiz uchun rahmat. Men hammasini yig'ib, qisqa javob berdim. Shuni ham o'zi bir 20-25 minut bo'ldi. Rahmat hammalaringizga. Hozir bir narsani meni yodimga tushirishdim. Narxlar qani, qayerda narxlar deb so'rashlaringiz mumkin. Mana shu videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, mana shu videoni ostida Telegram kanaliga
ссылka qo'yilgan, kirasiz, narxlar ochiq qo'yilgan. Yilida bir marta bizda tariflar yozib chiqariladi, o'qib, batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Yoki call centerga ko'rsatilgan nomerlarga murojaat qilasizlar. Video oxirida shu narsa xotiramizga tushdi. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin.